Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqayam ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Salom og'ayni. Salom oshna. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Ko'cha biram sovuqki. Oyim, ertaga qalin kiyimlaringni kiyib ol maktabga. Qorning sovug'i kelyapti dedilar. Ertaga qalin kurtkamni kiyib olaman. Shu ham sovuq bo'libdimi? Bu nima deganing? Bundan battar sovuq albatta Antarktida yoki Shimoliy qutbda bo'ladi-da. Undan ham battar sovuq joy bor agar bilsang. Juda ajoyib rasm emas. Nega endi emas? Rasmni chiroyli chizgansan. Faqat juda sovuq manzarani chizgansan-da. O'zi ko'chadan sovqatib kirdim. Balki shunga yoqmagandir menga. Men aytmoqchi bo'lgan joydagi sovuqning oldida bu hech narsa emas. Qayerni aytyapsan? O'zing taxmin qilib ko'rchi. Antarktida yoki Shimoliy qutb desam, yo'q deding. Ha, yo'q dedim. Yer yuzida bu ikkisidan ham sovuqroq joy bor ekanmi? Borliq faqat yer sayyorasidan iborat emas-ku. Biroz o'ylab ko'rsang-chi. Ha, sen boshqa birorta sayyorani aytyapsan. To'g'ri taxmin qilyapsan. Lekin qaysi sayyora qanchalik sovuqligini bilmayman-da. Qani? O'zing ko'zing bilan ko'rib kelasan. Shunday qilib biz Quyosh tizimidagi biz bilgan eng sovuq sayyora Uranga boramiz. Uran tartib bo'yicha 7-sayyora. Biz unga borish uchun Mars, Yupiter va Saturnni chetlab o'tamiz. Ha, anchagina katta ekan. Ha, Uran Quyosh sistemasidagi kattaligi bo'yicha 3-chi, og'irligi bo'yicha 4-o'rindagi sayyora. Uni 1781-yilda William Herschel teleskop orqali topgan. Adashmadingmi, Baxtiyor? Bu Saturn emasmi? Qara, halqalari bor-ku. Adashmadim. Uranda ham Saturndagi kabi halqasi bor. Lekin Uranning halqasi biroz kichik va ingichka. Uning halqasini koinot changlari, katta-kichik hajmdagi xarsang toshlar va muz parchalaridan tashkil topgan. Uning atrofidagilar nima? Yo'ldoshimi desam? Ba'zilarining kattaligi yerdek kelar ekan. Ha, bularning hammasi Uranning tabiiy yo'ldoshlari. Miranda, Ariel, Titania, Umriel va Abiron. Ular orasidagi eng katta yo'ldoshlari. Voy,
O'zga sayyoraliklar. Uranliklar bizning kelganimizdan xabar topishganga o'xshaydi. Yo'q, xavotir olma. Bular o'zga sayyoraliklar emas. Bu Uran sayyorasini ilk bor masofadan turib tadqiq etgan Voyager 2 fazo kemasi. Uni 1977-yili NASA agentligi Quyosh sistemasidagi olis sayyoralarni yaqindan o'rganish uchun uchirgan. Uran sayyorasining yoniga 9 yil deganda 1986-yili yetib kelgan va uni yaqindan tadqiq etgan. Uran Quyosh sistemasidagi sayyoralar ichida shimoldan janubga qarab aylanadigan yagona sayyora hisoblanadi. Ya'ni u yonboshlab aylanadi. Magnit maydoni ham o'zgaruvchan bo'lganligi uchun olimlar bu sayyorani g'alati sayyora deb ham atashadi. Buning o'ziga yarasha sababi bormi? Axir hamma sayyoralar bir xil aylanib, faqatgina Uran boshqacha aylanishiga nimadir sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta bor. Olimlar qachonlardir juda qadim yillar avval Uran sayyorasiga Yer sayyorasining kattaligichalik osmon jismi, kometa yoki sayyorami, xullas nimadir kelib urilgan va u Uranning aylanish jarayonining o'zgarishiga sabab bo'lgan deb taxmin qilishadi. Shoshma, ana bu Neptun sayyorasimi? Ha, u Quyosh sistemasidagi 8-sayyora, Neptun. Unaqada Neptun Urandan ham sovuq ekan-da. Qara, u Quyoshdan Uranga nisbatan ham ancha olisda joylashgan ekan-ku. Yo'q, Uran Neptundan ham sovuq. Qanaqasiga? Axir o'zing ko'r. Mana, Neptun Urandan ham uzoqda turibdi-ku. Gap sayyoralarning Quyoshdan qanchalik uzoqligida emas. Har bir sayyora Quyoshdan olayotgan yorug'lik va issiqlikdan tashqari o'zining yadrosidan ham issiqlik chiqaradi. Va odatda bu issiqlik Quyoshdan kelayotgan energiyadan yuqori bo'ladi. Ammo Uranning yadrosidan kelayotgan issiqlik Quyoshdan yetib keladigan issiqlikdan ham juda past. Shundoq ham Quyosh nurlari Uranga 2 soat va 40 daqiqadan ko'p muddatda yetib keladi. Shuning uchun ham Uranda fasllar juda uzoq davom etadi. Masalan, har bir fasl Uranda 20 yildan 40 yilgacha davom etishi mumkin. Voy bu! Bitta fasl 20 yil davom etsa, u yerda 20 yoshga to'lgunicha hech kim keyingi faslni ko'ra olmas ekanda. Unday emas. Chunki Uranda 20 yoshga kirish uchun yerdagi vaqt bilan hisoblasak, 1680 yil o'tishi kerak. Qancha? 1680 yil? Nega? Sababi Uran Quyosh atrofini bir marta aylanib chiqishi uchun Yer hisobi bilan 84 yil kerak bo'ladi. Ya'ni sen Uranda yashab 1 yoshga ulg'ayganingda, do'stlaring Yerda 84 yil umr ko'rgan bo'lishadi. Ehe. Unaqada do'stlarim qarib, chol bo'lib qolgan bo'lishadi-ku. Uran Quyosh atrofini Yer hisobi bilan 84 yilda aylanishi rost. Ammo bu vaqt ham shunday sekin o'tadi degani emas. Qanday o'tadi? Uranda bir kun Yerdagi 17 soat va 54 daqiqadan ko'proq davom etadi. Undan keyin Uranda sovuqdan qotib qolmaganingga ham u yerda yashay olmasliging yana bir sabab bor. Qanaqa sabab? Urandagi shamollar. Uranda shamol soatiga 900 kilometrgacha esadi. Bu daraxtlarni yerdan sug'urib, ularni buzib tashlashgacha yetadi degani. Uran shu qadar sovuqki, muzlab qolish uchun kipriklaringni qimirlatishga ham ulgurmaysan. Sayyorada shunchaki paydo bo'lasan va muzlaysan. Men hech qachon bunday sovuq sayyoraga tushmagan bo'lardim. Menimcha hech kim bu sayyoraga tushmasa ham kerak. Nahotki Uran haqidagi ma'lumotlarning hammasi shu bo'lsa? Hozircha shular. Balki kelajakda falakiyotshunos olimlar yana ko'plab ma'lumotlar yig'ishar.